Anchadan beri unaqa chiroyli remont ko'rmadim. Biz hozir Huvaydo mahallasiga kelganmiz. O'zbekiston mahallasiga kelgan bo'ladi. Mana bu bitta ko'ringlar. Menimcha bir etajli uylarni ham yaxshi ko'radigan odamlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lichna menga juda ham yoqadi. Hozirlar bilan 7,5 sotaga tushgan mana shu chiroyli uy obzorini ko'ramiz. Ichlari polностью bitgan yangi hovlimiz. Xo'p, Huvaydo O'zbekiston mahallada rosa variantli so'radinglar. Mana sizlar uchun zo'r variant O'zbekiston mahallasiga kelganmiz. Mana bu glavniy ko'cha. Bu uyimizning bitta minusi mana shunaqa yo'lak bilan kirasizlar-da, yana undan keyin mana shunaqa katta territoriyaga kirib kelamiz. Bu yoqda letniy kuxnya qilingan, yopiq. Naryoqda bo'lsa orqa hovli va bitta sanuzol tashlab ketilgan orqaga. Ko'rsanglar letniy kuxnyani. Uyimizning bu yoqdan ko'rinish. Bu zdaniya to'liq tegi podval bo'lyapti. Bu zdaniyada ikkita xona va bitta общий sanuzol. Hozir mana shu zdaniyadan boshlab obzor boshlaymiz, keyin bu yoqqa o'tamiz. Bu yozdan yana ko'rishni boshlaymiz. Hop, bu yerda kirishimiz bilan prixo'ja qilingan, oyna qilingan. Remontlari juda ham chiroyli. Bu xonamiz o'zi spalniy uchun mo'ljallangan. Chunki bu yerda o'zini sanuzoli bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Oynadan vid hovliga qaragan. Xo'p, bu xonada ham spalniy mebellar turibdi. Endi menimcha buni u yoqqa o'tkazib, bu yoqni mягкий zona qilib qo'ysanglar, вообще idealniy bo'ladi. Bu ham bitta katta xona. Zo'r. Remontlarga просто gap bo'lishi mumkin emas. Hozir glavniy zdaniyani ko'rib, baho berib ketamiz. Xo'p, asosiy binoni obzorini boshlaymiz. Anchadan beri bunaqa chiroyli dit bilan ishlangan remont ko'rmadim. Qaranglar. Juda ham chiroyli chiqqan. Eng glavnisi juda ham sifatli. Mana gilamlarni qaranglar. Почти hamma narsa qovotdi, o'rtoqlar. Bir ikkita narsa olib chiqib ketilar ekan, uni keyin o'zingizlar gaplashib olasizlar. Narigizdan endi ko'rgan bo'lsangiz, bitta xona pustoy, uni ham mebelni tashlab ketaman dedilar. U yerda ham spalniy mebel bor ekan. Xo'p, bu yoqda oshxona qismi. Oshxona qismi ham katta qilingan. Oynalari panoramli hovliga qaraydi, katta oyna qilingan. Zo'r. Oshxonaga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Kafel ranglari hammasi bir-biriga juda ham chiroyli tushgan. Eshiklar zo'r. Bu yoq bo'lsa zal qismi, mehmonxona. Stol qilingan, xohlasanglar stol olib tashlab, mягкий zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Darish yuramiz. Uyimizning tegi to'liq podval. Hozir video davomida ko'rsatib ketamiz. Bu yoqda bitta xonamiz namozxona qilib qo'yishgan. Xohlasanglar detskiy xona qilsanglar ham bo'ladi bu yerda. Va bu yerda yana bitta spalniya bor. Oynalari orqa hovliga qaragan. Mebellari ham tayyor turibdi bu yerda. Xo'p, birinchi etaj общий sanuzol qani desanglar, sanuzol mana bu yoqda. Bu yoqda bitta общий sanuzol va bu yoqda master spalniya bo'lyapti. Master spalniya ham juda ham katta tushgan, keng va spalniya ichida o'zini отдельный mana shunaqa chiroyli sanuzoli bor. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham oynalari orqa hovliga qaraydi. Mebellari tayyor turibdi, kirasizlar, yashaysizlar. Umuman vложение yo'q uyda. Endi faqat orqa hovlini sal fasadlarni qo'rsalar bo'ldi, boshqa ish yo'q umuman. Hozir podvalni ham ko'rib ketamiz. Podvalimiz ham juda katta qilingan. Podvalimiz to'liq podval qilingan. Tushimizda o'ng qo'lda kotelni xonasi. Bu yoqda bitta kladovka. Bu oldi hovliga chiqib ketadigan joy. Mana bitta katta zona qilingan, bilyardniy zona. Xohlasanglar kinoteatr qo'ysanglar ham bo'ladi. Zo'r qilingan. Podvalimizda eng kerakli narsalardan bittasi prachniy ham bor ekan. Bu yerda bemalol sanuzol ham bor, bu yoq taraf prachniy, endi ko'rsatib o'tirmayman. Bemalol shu yuvadigan narsalar mana shu yuvib quritsanglar bo'ladi. Akkuratni turadi hamma narsa. Shu atrofdan yaxshi, yangi uy qarab yurgan tanishlar videoni jo'natib qo'yamiz. Hamma informatsiya opsiyaniyada bo'ladi. Bizdan kuzatishda davom etinglar.
tanisi jo'natib qo'yish esinglardan chiqmasin.